Bugun sizlar bilan obzorimizda Toyota kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqargan Bestune T55 avtomobilni ko'rib chiqamiz. Sizga bu mashina nima bera oladi? Bu mashinada 2 metrga yaqin panoramli lyuk, 1,5 litr 170 ta o't kuchi. Toyota kompaniyasi dvigateli azizlar, bu mashinaga o'z yurtida Yaponiya texnologiyasi 1 milliongacha garantiya. O'zimizda bo'lsa 100 ming, 130 minggacha garantiya berilgan. 18 diametrdagi diska balonlar, 360 gradus kamera, kojinli salon, splashnoy monitor, bundan tashqari klimat kontrol, беспроводной зарядное устройство, холодильникlar, nima deyapti? Elektrousиленный rul, kruiz kontrol, qo'shimchasiga детский защиталari ham bor. Bagaj hajmi esa juda ham kattagina. Bagajimiz sig'imi 400 litrdan ziyod. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Orqalari mashinani mana bu yerda xohlasangiz propan yoki metan qo'ysangiz bo'ladi. Mashina juda ham mягкий, o'zi Toyota'ni bilasizlar. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Toyota laqabli Bestune T55 esa ham bo'laveradi. Xo'p, mashinamiz 5 ключевой dostuplar bilan jihozlangan. Saloniga o'tirgan paytimiz elektronli o'rindiqlar ko'rishingiz mumkin. Mana. Uni yondiramiz. Ruchniklar, elektropaket. 360 graduslik kamera obzor, marhamat. Xohlasangiz 2D, xohlasangiz 3D, marhamat ko'rishingiz mumkin. Polni obzor ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O tepadan, yuqori, orqa, oldin, bokovoy. Lekin bu morda nima deyapti? Sizlar mordasiga maza qilamapti to'g'risi. Xo'p. Panoramalik o'chirishlari. Maza qiladigan joyim, mashinani saloni чистый кожа. Mana bu splashnoy monitorni ko'ringlar-da endi. Вообще idealni. Cruise kontrollar qo'lingiz ostida. Oynalar esa mana avto rejim. Birga bosganingizda yopiladi, o'zi ko'taradi. Mana. Детский защита ham mavjud. Xullas, bu mashinani maqtashga til ojiz azizlar. Nimagaki buni komplektatsiyasida kamchilik yo'q. Ko'p narsa borki, kam qilinmagan. Mashinamiz dvigateli 4 ta porsheni bo'lib, keling dvigatelni ham ko'rsatib o'tamiz. Keling. Ko'rishingiz mumkin. Mana. 1 2 3 4. Trekkerda 3 ta portion bo'ladi, to'g'rimi? Bunda 4 ta portion, 170 ta o't kuchi. Ekonomishi, dalniy расход 4 litr. Shahar ichiga 7-8 ta ichadi. O'zim bilishni shaxsan o'zim haydab ko'rganman. O'zimni aka-ukalarimda ham bor Bestune T55 ni maqtab o'tirmayman. Ham mягкий, ham manyovrga juda ham qulay. Mashina sizni quloq soladi. Yaponiya bilan hamkorlikda ishlab chiqariladi. Mana bu monoqosh farlar, linza proyeksion optikalar. Mana bu 3D облицовкалар. Lekin mashinani yondirib o'tiribdi-da, to'g'risi. Yondirib o'tiribdi. Ushbu avtomashinani narxlari, to'lov usullari haqida ma'lumot berib o'taman. Azizlar, birinchi o'chirit shu kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, поддержка uchun. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bitta like, bitta kirib kommentariyada Bestune T55 haqida avtokreditmi, qanaqa usulda yoki рассрочками deb yozsalaringiz, xudo xolasa ma'lumotlarni menejerlarimiz sizga bog'lanib aytib berishadi. Ushbu avtomobilni siz hozirda boshlang'ich eng kamida 25% to'lab, qolganini 5 yilgacha avtokredit qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar yo'q, menda boshlang'ich kamroq desangiz, uni ham yo'lni ko'ramiz. Mashinani siz рассрочкаga, ya'ni nasiya savdoga 2 yil muddatga olishingiz ham mumkin. Xudo xolasa batafsil ma'lumotlar uchun pastda raqamlarni qoldiraman.
обязательно telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.